mana Gentra avtomobiliga Stanline signalasi o'rnatilyapti. Stanline A91 o'rnatilyapti. Mana punt katta pager punti mana shu. Mana ko'rinish shunaqa bo'lar ekan. Kichkina punti mana shunaqa. Endi buni ulanishini aytib o'tamiz. Mana katta pageri, kichkina punti mana. Mana sxemasi mana shu ekan, mana ko'rib olinglar. Mana ulanish ko'rinyapti bo'lsa mana. Men ulanishni aytib o'tamiz tezda mana. Mana katta anaqa shtekirni aytib o'tamiz. Qizili krasniy akkumulyator plus deyapti, krasniy. Qora черный желтый qalin simi. Tolstoy deyapti, qalin degani mana shu Tolstoy. Shunisi starterda 10liga ketish deyapti. Mana qaychada qirqib turib, zamodan chiqayotgan starter simini o'rtasidan qirqib turib, starter ketish tomon yo'laysan deyapti. Sarig'ini желтый sariq deyapti. Mana bu hech chiqish. Jajganiya 1 deyapti. Mana jajganiya 1, yarim, ya'ni kalitosa tok. Birinchi anaqasi. Mana sini deyapti. Mana jajganiya 2 deyapti. Sini jajganiya 2. Ya'ni kalitosa tok 2, pechka ayna ko'tarib ishga zamoyda sim bo'ladi shuniki. Endi uchinchisi Zelyonni mana. Zelyonni yarim zamon aksessuar mana yozyapti mana. Aksessuar mana. Aksessuar yarim zamonga ulaysan deyapti. Mayta xullar ulaydigan simiga mana zamoyda. No черный желтый тонкий deyapti. Qora yana sariq yo'l bo'ladi. Qalini, bunaqasi. Buni ham starterda zamoy tomon yo'laysan, simni uzib turib deyapti. Mana qaychida qirqilgan ko'rsatyapti. Mana zamoy tomon 50 chiqadi. Zamoy tomon yo'laysan, o'rtasidan qirqib turib, bu qalini birinchi starter tomon ketishga yo'laysan deyapti. Mana черныйsini ingichkasimini, bu qalinlashingi starter tomoniga, yukasini zamoy tomon yo'laysan deyapti. Mana ko'rsatib qo'ygan. Mana bunday borib turib qaychida qirqib zamoy tomoniga deyapti. Kichkina endi biz buni kichkinasini ingichkasini ulamadik. Hech bunaqa mana uni ham uzmadik ham. Zamoyda simini nari moshina tomonda to'nki tomonni, o'sha starterni 10li tomoniga ulab qo'ydik, прямой. Bu ingichkasini urab qo'ydik, uni ulamadik. Qolgan hammasini uladik mana. Qizil pastdan tok, sariq kalitosa tokda tablolar yonadigani, sini ikkinchi kalitosa tok, nimalarga pechka anaqalar ishlaydigan aynan cho'tkalar, bu yashil yarim zamon aksessuar bo'ldi. Bu qora starterda 10liga uladik. Bu qorasini ulamadik mana katta ishtekir. Eng ikkinchi ishtekir mana. Ikkinchi ishtekirimizda mana center zamoyda anaqasi, ikkinchi ishtekirimizda Stanline A91 ekan, miyasida mana sini. Birdan xatirli mana sini ko'k bilan yashil deyapti. U prямо center zamoyda plus minus, misol center zamoy sho'pirashir bo'lsa, yashil bilan ko'kka olib borasizlar deyapti. Mana o'sini mana qora qizil yo'li bor, qora anaqasini 12 yo'l pastdan tokka ulaysizlar deyapti, ikkita mana. Qora qizil ikki uni ham pastdan tokka 12 yo'lga qo'shib ulaysizlar deyapti. Mana ko'k bilan yashil yo'li bor, qoralarni pastdan minus ulaysizlar qo'shib deyapti buni ham. Mana keyin mana undan plyusovый sistemaga aylanadi deyapti. Mana shunda mana u plyusovый minusovый sistema qiladigan emas. Mana 12 volt plyus qo'shib ulaysizlar, mana uni minusga qo'shib ulaysizlar. Mana masdan belgisi, mana plyusni belgisi. U yashil bilan ko'kib, прямо center zamonga boradi deyapti mana. Endi bunda mana uni yozib qo'yapti mana. Bunda mana birinchisi черный, красный deyapti mana. Выход chiqish blokirovka starterga relay emablazir qo'yiladigan ekan, buni ulamadik. Mana shu зеленый, черный svet buni ham mana bu bilan mana eng tepadagi pоворот o'nchaptiki. Ular yashil bilan yashil qora yo'li bor, yashil sariq yo'li bor, o'nchap pоворotga mana birdan aytilman ko'rsatib qo'yadi. O'nchap pоворotga ulasizlar deyapti. Mana mayda endi nechta sim o'tibdi hozir mana. Ulagan simlarimizni aytamiz. Endi mana bu past tomonda qorasi, mana черный qora, pastdan minus ulaganmiz, mana belgi qora. Bu oranjiviy seriya mana. Nuqta temperatura dachik deyapti.